hech o'ylab ko'rganmisiz, O'zbekistonda o'z komiks qahramonlarimiz bo'lganda qanday bo'lardi? O'zimizniki bo'lgan super qahramonlar, o'zimizning hikoyalar, butun dunyo gapiradigan afsonalar bu faqatgina orzu emas. Biz buni haqiqatga aylantiramiz. Origin Comics bu O'zbekistondagi ilk katta komiks nashriyoti va 8-martda Sarob degan birinchi komiksimizni taqdim etamiz. Ammo komiks bu shunchaki rasmli kitob emas. Bu butun bir sanoat. Unda rassomlar, ssenaristlar, dizaynerlar, animatorlar ishlaydi va bizga shu sohaga jon bag'ishlaydigan, o'z g'oyalari bilan uni rivojlantiradigan yangi odamlar kerak. Shu sababli biz yangi iste'dodlarni qidiryapmiz. Hattoki agar rasm chiza olmasangiz ham bu muammo emas. Chunki biz sizni noldan chizishga o'rgatamiz. Biz Origin Comics bilan maxsus komiks chizish kursini boshlayapmiz va kursning eng yaxshi bitiruvchilari biz bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Nima uchun bu zo'r imkoniyat? Birinchidan, siz shunchaki rasm chizishni emas, balki haqiqiy komiks yaratishni o'rganasiz. Ikkinchidan, siz Origin Comicsda yoki hatto chet eldagi yirik studiyalarda ishlashingiz mumkin. Uchinchidan, kurs video darslar va ustozlar bilan jonli mashg'ulotlardan iborat. Siz istalgan vaqtda, istalgan joyda o'qishingiz mumkin. Shu sababli narxi esa imkon qadar arzon bo'ladi. Bizni birinchi o'quvchilarimiz shu yo'lda allaqachon o'tgan. Hozir nafaqat komiks chizmoqda, balki boshqalarni ham o'qitishmoqda. Tanishing, bu Dilnoza. Bir necha yil oldin diplomim bo'yicha ishlab ko'rib, ijodiy kasb tanlamaganimga afsuslanganimdan so'ng, rassomchilik sohasini o'rganishga va shu sohada ish qidirishga qaror qildim. Lekin bu jarayon ancha mashaqqatli yo'l ekanligini tezda anglab yetdim. Rasm chizishni o'rganishni o'zi qiyinligi yetmagandek, O'zbekiston bozorida rassomlarga imkoniyatlarning kamligi vaziyatni yanada chigallashtirardi. Jahon bozoriga chiqish qiyin, qaytadan institutda o'qish esa ko'p vaqt talab qilishi hafsalamni pir qila boshladi. Shu kayfiyatda yurganimda Origin Comics kurslariga duch kelib qoldim va kursda qatnashishim menga tizimli bilim olish va xatolarimni ustida ishlashga yordam berishiga umid qildim. Men kursni onlayn formatda boshlashga qaror qildim, chunki oilaviy sharoitim qatnab o'qishga to'g'ri kelmas edi. Kurs davomiyligi bir necha oyni tashkil qildi va yakunida yordamchi o'qituvchi sifatida menga ish taklif qilishdi. Albatta, imkoniyatni qo'ldan boy bermasdan ishga kirishdim va tez orada komiks loyihasiga raskadrovka bo'limida ijod qilishni taklif qilishdi. Hozirda raskadrovka chizish mening asosiy ishimga aylangan. Men bu kursga rostdan ham minnatdorman, chunki bu kurs orqali o'ylagan maqsadimga qadamma-qadam erishib kelmoqdaman. Shuningdek, bizning boshqa o'quvchilarimizning ishlari bilan ham tanishtirmoqchiman. Siz ham qisqa vaqt ichida shunday natijalarga erishishingiz mumkin. Eng yaxshi tomoni, biz sizni faqat Origin Comicsda ishlagani majburlamaymiz. Masalan, Qasosqorlar 5 kabi filmlarida ishlatiladigan konsept artlarni rassomlar yaratadi. Ular qahramonning ko'rinishini, sahnalarni qanday bo'lishini chizishadi va shundan keyin film suratga olinadi. Biz albatta eng yaxshi bitiruvchilarni o'z jamoamizga olib qolishni istaymiz. Ammo sizga to'liq erkinlik beramiz. Shu uchun keling, biz birga O'zbekistonda komiks sanoatini yaratamiz. Biz bilamiz, sizning orzularingiz va iste'dodingiz bor va hozir aynan siz o'z kelajagingizni o'zgartirib katta san'at dunyosiga kirishingiz mumkin. Va menda siz uchun yaxshi yangiliklar bor. Ramazon munosabati bilan kurslarimizga 20% chegirma bor. Shoshiling, chunki kurs 10-martda start oladi va shundan so'ng qabul yopiladi. Bizga havola orqali o'tib Telegramimizga yozing. Biz esa sizga bepul sinov darsini yuboramiz. Bugun san'at orqali pul ishlash va katta studiyalar bilan hamkorlik qilish fantastika emas. Bu haqiqat. Origin Comics jamoasiga qo'shiling. Agar siz shunchaki bizning komikslarimiz haqida ko'proq bilishni istasangiz, tez orada sizga ularning tafsilotlarini aytib beraman. Ishonchim komil, sizga yoqadi. Agar siz Origin Comics bilan hoziroq tanishmoqchi bo'lsangiz, havola orqali bizning Instagram akkauntimizga o'ting. Kanalga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Siz bilan har doimgidek Tony Kark edi. Ko'rishguncha.